Turkman, qozoq, qirg'iz, tojik, turk, azari, rus, tatar va boshqa millatlarga mansub insonlar 3 avlod vakillari davrasida Qo'rg'ontepa tumanida millatlararo hamjihatlik, dinlararo bag'rikenglik namoyon bo'lgan tadbir o'tkazildi. 3 avlod vakili har biri o'zining yashab o'tgan tarixini, o'zini qaysidir bir jihatidan faolligini, o'zini qatnashayotgan jarayonlarini mag'rurlanib, g'ururlanib, jon dillari bilan izhor etishmoqda. Iliq fikrlar, quvnoq suhbatlar, zavqli raqslar 3 avlod vakillarini birlashtirdi. Bag'rikenglik bu turli tumanlikdagi birlikdir. Ma'naviy burchgina emas, siyosiy, huquqiy ehtiyoj, tinchlikka erishishni musharraf qilguvchidir. Tumanda yashovchi turli millat egalari shunday bag'rikenglik ila birlashgan. Prezidentimiz mamlakatimizni yangi renessans sari millatlararo hamjihatlik, dinlararo bag'rikenglik bilan borishi haqida to'xtalgandi. 3-renessansni ko'p millatli vakillarimiz bilan yaratamiz.